Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Yevropaliklarning Ukrainaga yadro qurolini topshirish rejalari o'ta ketgan telbalik, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, agar Buyuk Britaniya va Fransiya bunday niyatga egaligi tasdiqlansa, bu g'alati bo'lardi. Rossiyaning bayonotlari asossiz emas va bizning bu boradagi ma'lumotlarni e'lon qilishimiz ushbu rejalarni amalga oshishga to'sqinlik qiladi, deb umid qilamiz, deya qo'shimcha qildi Dmitriy Peskov. Washington, Moskva Kiyev bilan Ukraina mojarosini hal qilish bo'yicha muzokaralarda yutuqlarga erishmoqda, dedi AQSh vitse-prezidenti JD Vance. Yevrokomissiya Vengriya hamda Slovakiyaga neft yetkazib berishning muqobil yo'nalishini taklif qildi. U Xorvatiya orqali o'tadi va Rossiya neftining hech qanday yetkazib berilishini o'z ichiga olmaydi, dedi Yevrokomissiya vakili Anna Kaysa-Itkonen. Zelenskiy Rossiyaning Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga yadroviy qurol yetkazib bermoqchi ekan haqidagi ayblovlarga izoh berdi. Odatda Rossiya jang maydonida g'alaba qozona olmaganda Ukraina hududida yadroviy qurol izlay boshlaydi. Ukrainada yadroviy qurol yo'q. Afsuski, qachonlardir Ukrainada bunday qurol bo'lganini va keyin undan voz kechilganini bilasiz. Bunga kimlar va nimalar sabab bo'lganini ham bilasiz, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu Moskvaning Yevropada yadroviy soyabonni kengaytirish zarurati haqidagi muhokamalarga reaksiyasidir. Rossiya Ukraina bo'yicha o'tkazilgan muzokarada haqiqiy muloqot olib bordi, dedi AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Uitkov. Kirill Budanov Ukraina va Rossiya rahbarlari joylashgan siyosiy markazlar hamda qarorgohlarga zarba berilishga qarshi chiqdi. Hozir murakkab tinchlik muzokarasi jarayoni ketayotgan bir paytda tomonlar bunday harakatlardan tiyilishi shart. Gap Kiyev yoki shartli ravishda Valday haqida ketishidan qat'iy nazar buning ahamiyati yo'q. Muzokara paytida qoidalarga amal qilish kerak, dedi Ukraina prezidenti devoni rahbari Kirill Budanov. Budanovning so'zlariga ko'ra, hatto adolatsiz va bosqinchilik urushi sharoitida ham tomonlar muayyan tamoyillarga amal qilibgina uzoq kutilgan barqaror tinchlikka yaqinlashishi mumkin. Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga yadro qurolini topshirish rejalashtirilayotgan haqidagi ma'lumotlarni rad etdi. Buyuk Britaniyaning Rossiyadagi elchixonasi Rossiya tashqi razvedka xizmatining ushbu ma'lumotini Moskva tomonidan tarqatilgan navbatdagi dezinformatsiya deb atadi va London yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi xalqaro shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlariga amal qilishi hamda Kiyevga yadro quroli yoki uning komponentlarini bermasligini bildirdi. Shuningdek, Fransiya tashqi ishlar vazirligi ham Ukrainaga yadro qurolini topshirish rejalari haqidagi xabarlarni rad etdi. Netanyahu Yahudiylarning insoniyatga qo'shgan hissasi tengsiz ekanligini aytdi. Garchi biz dunyo aholisining atigi 0.2% ni tashkil etsak-da, Yahudiylarning insoniyatga qo'shgan hissasi tibbiyotda, ilm-fanda, fizikada va boshqa ko'plab sohalarda tengsiz bo'lgan, dedi Isroil bosh vaziri. 1400 kilometr masofaga flamingo raketalari bilan aniq hujumlar bo'ldi. Men buni sanoatimiz uchun haqiqiy muvaffaqiyat deb bilaman, dedi Vladimir Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, Rossiya obyektlariga hujum qilingandan keyin
raketa ishlab chiqarish qayta tiklandi va Ukraina hozirda moliya va komponentlar mavjudligi imkon qadar ishlab chiqarishni oshirmoqda. Zelenskiy shuningdek, Rossiya havo mudofaasi raketalarni to'xtatishga uringanini, ammo amaliyot baribir muvaffaqiyatli bo'lganini tasdiqladi. Rossiya havo mudofaasi urib tushirildi. Shuningdek, urib tushirilmadi, balki aniq zarbalar berildi. Lekin eng muhimi, uchirilgan barcha raketalar nishonga yetdi, dedi Zelenskiy. AQSh yanvar oyining boshidan beri Yaqin Sharqqa 300 dan ortiq qurol-yarog' va yoqilg'i quyish tanklari ortilgan samolyotlarni joylashtirdi. Iordaniya, Qatar, Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Isroilga 300 ta harbiy samolyot joylashtirildi. Muammolar Xitoysiz hal qilinmaydi, dedi Germaniya hukumat rahbari Friedrich Merz. Germaniya kansleri Friedrich Merz Xitoy buyuk davlatlar qatoriga ko'tarilganini va endi hech kim Xitoyni chetlab o'ta olmasligini ma'lum qilgan. Bugungi global siyosiy muammolarni Pekinsiz hal qilib bo'lmaydi. Xitoyning ovozi eshitilmoqda, jumladan Moskvada ham. Xitoy o'z ta'siridan foydalanish imkoniyatiga ega. Tinchlik va Tinch okeani mintaqasida xavfsizlik uchun Xitoy hal qiluvchi omildir, degan Germaniya hukumat rahbari. Donald Trump Amerika uning qo'l ostida g'alaba qozonishdan charchaganini e'lon qildi. Mamlakatimiz yana g'alaba qozonmoqda va endi biz bu haqida nima qilishni ham bilmayapmiz. Odamlar mendan savollar berishadi va iltimos janob prezident, biz shunchalik tez g'alaba qozonyapmizki, bu haqida nima qilishni ham bilmayapmiz. Chunki siz yo'qligingizda biz doim yutqazardik, endi esa g'alaba qozonyapmiz deyshadi. Men ularga, yo'q, g'alaba qozonishda davom eting. Siz avvalgidan ham ko'proq g'alaba qozonasiz, deyman, dedi Donald Trump.